Salom bolalar hammaga. Yana men sizlar bilan Azyak. Bugun yana yangi video chiqdi. Obunachilar, anchadan beri mikrofonda video olmabman, shuning uchun mikrofonda video olishga qaror qildim. Oldimda hech kim yo'q. Bir o'zim olaman. Agar hikoya bo'lganda kelardi. Ana bugun 12-versiyada survival qilib ko'ramiz. Har doimgidek survival is warding deysizlar. Yana mana bu o'rtada chiqqan narsaga shunchaki obuna bo'lib qo'ying. Telefonda ko'rsangiz pastidan bitta obuna tugmachasini bosib qo'yasiz. Bo'ldi. Yoki televizorda ko'rsangiz pastida video pastida ham ana shunaqa obuna tugmachasi bo'ladi. Ana shuni bosib qo'yasiz. Qiyinmi? Mana nihoyat yangi karta ochib oldik. Menda qotyapti. Qotishlar ko'p. Daraxt chopishga ketdik. Birinchi men mana qo'ydi. Qo'y yashaysanmi? Yashamaysan-da, qo'y. Iltimos sizdan obuna bo'ling. Ularni ham ahmoq bo'lib boryapman. Qo'ylar bilan gaplashib. Ikkam qo'ylar bilan gaplashib. Bo'ldi. Daraxt chopishni boshlaymiz. Hoppa. Obunachilar, yaqinda bu kanalni sotaman yoki o'z holicha qoldiraman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Chunki yangi kanal ochaman. U boshqa kanal. Obunachilar, kim ko'rmoqda meni? Agar ko'rayotgan bo'lsalaringiz, iltimos obuna bo'lib qo'ying. O'zi meni hech kim ko'rmaydi. Faqat sizga rahmat. Siz ko'ryapsiz. Aniq. Sizga rahmat. Cho'chqa birashganmi? Mana yasab olib qo'yamiz. Bu nimasi? Chiqarmayapman. Chiqdik, bu yerni ko'mamiz. Daryo tashqari. Mana shu yerdan gavlayman. Ko'rayotganingiz uchun rahmat. Sizga bitta siz ko'rayotganingiz kerak. Kommentariy yozib qo'ying. Qaysi o'yin sizga yoqadi? Menga Minecraftdan boshqa o'yinlar ham yoqadi. Horror o'yinlar yoqadi menga. Faqat Minecraft emas, Red Bull ham uni qiziqaman, shuning uchun o'ynaganman. Obunachilar, iltimos Naruto aytganimdek 150 ta obunachi qilib bering. Ana shu Narutolarni meni aytganman u qismda. Shuning uchun aytmaganim yaxshi. Obunachilar, ortiqcha ovozga e'tibor bermaymiz. Shuning uchun million marta bo'ldi. 32 ta bo'ldim. Crafting table. Verstak desak to'g'riroq bo'ladi. Cho'p qolmadi. Kirka yasadimmi? Yasabman. Obunachilar,
O'tgan safargi golim o'ldirib qo'ydik-ku. Ana shuni 3 ta qismini oldim. Keyin u Minecraftni o'chirib tashladim. Yangi versiyaga o'taman deb. Obunachilar, yangi versiyaga o'ta olaman. 1.21.130 versiyaga mis golemlar bor versiyaga o'ta olaman. Lekin qotib asabni buzatdi. Necha ming kichkina versiyalarda o'ynab beraman. Balkim katta versiyaga o'tarman. Lekin survival kartani ham o'chirib tashlaganman. Ancha bo'ldi obunachilar. Agar yangimisiz kanalimga o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Mana molim. Qani. Как раз 2 ta qo'yish kerak edi, 3 ta chiqdi. Java Edition'da video olaymi obunachilar? Unda ham qotadi. Farqi yo'q-da, lekin unda kamroq qotsa kerak. Video oladigan darajada bor. Men qishloq qidirib yuribman. Shu paytgacha topa olmayapman. Bu nimasi bo'ldi? Obunachilar, shidrim bor edi, qo'shaymi? Shidrimga 1 dan 10 gacha baho berasizlar. Hozir shidrimni qo'shaman. Chiqib ketdim o'yindan. Shaderni qo'shish kerak. Obunachilar unga yoqadi. Bo'ldi obunachilar. Shaderni qo'shsam qotadi va video o'chib qoladi deb o'ylamanglar. Balkim o'chib qolar. Kim qayerdan biladi? Qo'shishim kerak. Bo'ldi. Voy. Mana bu bilmayman, YouTube deb turibdi. YouTube kanaling bor demoqchiman. Yo, YouTube'ga qo'yiladigan narsa demoqchiman. YouTube'dan olingan narsami yo? Javob bilan tenglasha oladi bu shader. Obunachilar, ko'p kutilishiga e'tibor bermang. Mana kirmoqda. Meni telefonim kuchsiz. Kuchliroq telefon, kompyuter olaman. Yana 2 oydan keyin. Obunachilar, ana shu 2 oygacha meni kanalimdan 1000 ta obunachi qilib bering, iltimos sizlardan. Mana shader ham qo'shildi. Chiroyli shaderlari bor. Bu Minecraftni. Obunachilar, keyingi qismni chiqaraymi? Agar obunachilarni 10 ta qilib bering, keyingi qismni chiqaraman. Mana shu shaderda. Agar shader qo'shmadiganlarga mayli, shaderni qo'shmay olaman. Chunki yorug'da obunachilar. Boshqalarga yoqmasligi mumkin. Menimcha bu hammaga yoqsa kerak. Qaranglar. Mana. Daraxtlar qimillab turibdi. Aytibku javob bilan tenglasha oladi deb. Qani. Voy. Xon bo'lsa ham mayli. O'tlar ham qimillayapti, chiroyli bo'lib. Bu videoni montaj qilishga ham 90 gigabayt ketsa kerak. 0.90 gigabayt ketsa kerak. 1 gigabayt ketsa kerak. Yoki 3 gigabayt ketsa kerak. Obunachilar, bo'lmang. Bu mening telefonimda 24 gigabayt xotirasi bor. Men juda ko'p o'yinlar, mod
soat ana shunaqa narsalar olganim uchun mana shunaqa bo'lib qoladi. Azob bo'ladi, chiqarishga million soat kutaman deb o'ylamanglar. Chunki buni qisqartiraman. Wi-Fi bor. Wi-Fi orqali qisqartirish mumkin-da. Wi-Fi bilan tez bo'ladi, obunachilar. Wi-Fi internetdan yana kuchli. Ye ovqat, ye. Yo'q, mayli, ketdi, mayli. Sakrab beraman. Ey. Cho'q bo'ldi. Ko'p gapirmay olg'a. Kesishyapti. Men esa haligacha qishloq yoki yotoq topganim yo'q. Yotoq yasalaman. Ana qishloq bor ekan, lekin qayerda? Bu yoqda. Yo-mayo. Sizlarda gullar. Qayerga ko'rsatyapti? Bu yoqmi? Mana yoqda emasmi qishloq? Mana shu yoqda bo'lsa ekan zo'r bo'lardi-da. Ketdi, mana shu monsterlar spam bo'lardi. Yotoq yasa uxla. Nimaga uxlab bo'lmayapti? Urgimchakda ovozi keldi-ku. Hozirgina uxla deyapman. Uxla. Yo-mayo. Qo'chqarni bunday urishar ekan. Uxladi. Mana birinchi kun. Obunachilar, bu video qisqaroq bo'lib qolgani uchun uzr. Yana hali ikkinchi qismini olaman. Albatta, 10 ta obuna yozib bersalaringiz hammaga shuning uchun xayr. Men esa videoni to'xtataman. Hammaga xayr. Umid qilamanki, buni kimdir ko'radi bu videoni. Ko'rmasa nima qiladi? How do you know when you're in love?